Assalomu alaykum, hurmatli tinglovchilar. Men Termiz davlat pedagogika institutida boshlang'ich ta'limda matematika va ona tili kafedrasi o'qituvchisi O'raqova Sharofat sizlar bilan matematika o'qitish metodikasi fanida boshlang'ich sinflarda massa va sig'im o'lchov birliklarini o'rgatish metodikasi, boshlang'ich sinflarda vaqt o'lchov birliklarini o'rgatish metodikasi mavzusi bo'yicha ma'ruza o'tib bermoqchiman. Demak, rejalar bilan tanishamiz. Boshlang'ich sinflarda massa va sig'im o'lchov birliklarini o'rgatish metodikasi. Ikkinchi rejamiz boshlang'ich sinflarda vaqt o'lchov birliklarini o'rgatish metodikasi. Yodda tuting, demak, massaning o'lchov birligi bu kilogramm ekanligini, kilogramm qisqacha kg tarzda yozilishini boshlang'ich sinf o'quvchilariga biz, demak, o'sha birinchi sinfdan boshlab tushunchalar berganimizni o'rgatib borishimiz zarur ekan. Albatta biz yaxshi bilamizki, o'sha massa, sig'im o'lchov birliklari maktabgacha yoshdagi bolalarda o'sha maktabga tayyorgarlikdan boshlab eng sodda usullarda o'rgatib boriladi va o'sha birinchi sinfga kelgan paytimizda demak ularni mana shunday o'lchov birliklari asosi bilan tanishtirib o'tishimiz kerak ekan. Ya'ni masalan tarozi yordamida o'lchash mumkin ekanligini boshlang'ich sinf o'quvchilari bilishi kerak. Mana bu yerda ko'rib turganingiz, demak, pallali tarozidan foydalanilgan. Demak, bilimimizni tekshirib ko'ring degan bir nimamizda, ko'rgazmamizda demak o'sha masalalar yozilgan va uni necha kilogramm ekanligini boshlang'ich sinf o'quvchilarimiz aytib berishlari lozim bo'ladi. Matematikada o'rganiladigan asosiy tushunchalardan biri miqdor tushunchasidir. Boshlang'ich sinflarda uzunlik, jismning massasi va hajmi, vaqt, figuraning yuzi kabi miqdorlar o'rganiladi. Boshlang'ich asosiy miqdorlar deyiladi. Bundan tashqari, boshlang'ich sinf o'quvchilari ba'zi xoslaviy miqdorlar, tekis harakat tezligi va boshqalar bilan ham tanishadilar. Xoslaviy miqdorlarni o'rganishda ularni o'lchash masalasi o'rganilmaydi. Birinchi sinfda o'quvchilar quyidagi miqdorlar bilan tanishadilar. Uzunlik santimetr, demak bu biz yaxshimizga semi harfi bilan belgilanadi. Og'irlik kilogramm, demak kg bilan belgilanadi. Hajm vaqt haqida va ularning o'lchov birliklari haqida tasavvurga ega bo'ladilar. Ikkinchi sinfda soat, minut, millimetr, kilometr, kvadrat, detsimetr kabi miqdoriy birliklar bilan tanishadilar. 3-sinfdan boshlab o'rganiladigan birliklarning xosalari murakkablashib boradi. Asr, sekund, gramm, tonna, sentner. Misollarni yechish jarayonida ular bahho, qiymat, miqdor, narx, tezlik, masofa, unumdorlik tushunchalari bilan tanishadilar. Mavzuni o'rganish jarayonida shunga erishish zarurki, o'quvchilar o'zaro bog'liq, ammo mutlaqo boshqa mazmunga ega bo'lgan miqdor va raqam tushunchalari aniq farqiga bora olishlari kerak. Demak, raqam va miqdor tushunchasining biz farqiga borishimiz kerak ekan. O'quvchilarda miqdorlar va vaqt tushunchasiga oid bilimlarni shakllantirishda hayotiy misollarning va tarixiy ma'lumotlarning ahamiyati juda katta hisoblanadi. Kundalik hayotda vaqt bir voqeani ikkinchi voqeadan ajratib turadi. Vaqt birliklarini taqqoslash, qo'shish, ayirish mumkin. Insonning butun umri vaqt bilan, vaqtni o'lchash, taqsim qilishi, qadrlash, o'quv bilan bog'liq. Vaqt uzluksiz o'tadi, uni to'xtatish ham, qaytarish ham mumkin emas. Vaqt oraliqlari o'lchanadi. Birlik sifatida qabul qilingan vaqt oralig'idan bir martagina foydalanish mumkin. Shuning uchun vaqt birligi muntazam ravishda takrorlanuvchi jarayon bo'lishi kerak. Xalqaro sistemada bunday birlik qilib sekund olingan. Sekund bilan bir qatorda vaqtning boshqa birliklari, minut, soat, sutka, yil, hafta, oy, asr ishlatiladi. Yil va sutka birliklari tabiatdan olingan, soat, minut, sekund birliklari kishilar o'ylab topgan. Kun va tunning almashilishi yerning o'z o'qi atrofida aylanishidan, yil fasllarining almashilishi yerning quyosh atrofidagi harakati natijasida sodir bo'ladi. Yer quyosh atrofida yil tepatavchi vaqt davomida to'la aylanib chiqadi. Yil taxminan 365 sutkayu 6 soatga teng. Yil sekundgacha aniqlikka, ya'ni 365 sutka, 5 soat 48 minut 46 sekundni o'z ichiga oladi. Boshlang'ich sinflarda vaqt o'lchovlariga oid masalalar quyidagi mazmunda bo'ladi. Demak, hodisaning boshlanishi bilan oxiri o'rtasidagi o'tgan vaqtga ko'ra uning oxirini topishga oid masalalar, hodisaning boshlanishini uning oxiri va boshlanishi bilan oxiri orasidagi o'tgan vaqtga ko'ra topishga doir masalalar, berilgan hodisalar orasida o'tgan vaqtni hisoblashga oid masalalar. Bu o'zaro teskari masalalarni bir vaqtga kiritiladi va yechishga o'rgatiladi. Quyida massa, sig'im va vaqtga doir masalalarni ko'rib chiqamiz. Birinchi masala: oshxonada salat tayyorlash uchun yashikdan oldin 4 kilogramm pomidor olindi.
Keyin yana 2 kilogramm olindi. Yashikda 15 kilogramm pomidor qoldi. Yashikda necha kilogramm pomidor keltirilgan edi? Demak, 247-betida aynan shu masalani ko'rishimiz mumkin ekan. Demak, buni yechish usuli ikki xil usulda yoki ikkinchi usul emas, tenglama usulda ham yechib javobini o'quvchilarga tushuntirib bersak bo'lar ekan. Mana bu yerda masalalarimiz bor. Buni bemalol o'quvchilarga ko'rsatib tushuntirib bersak bo'ladi. Hurmatli tinglovchilar, e'tiboringiz uchun rahmat.